Homilasi rivojlanmayotgan ayollar, meni bu videomni diqqat bilan tinglang. Patologik spermatozoidlar nafaqat bepushtlikka, balki ketma-ket homila rivojlanmasligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun haligacha shifokor yuribsizmi? Bitta o'zingiz 10 marta, 15 marta homilam rivojlanmayapti deb kelyapsizda, eringiz tekshirilmagan. Mujskoy faktor nafaqat bepushtlikka, balki ketma-ket homila rivojlanmasligiga sabab bo'ladi. Buni afsuski erkaklarimiz anglamaydi. Ular ayolim homilador bo'ldi-ku, demak menda muammo yo'q deb o'ylashadi. Patologik spermatozoidlarda genetik material buzilgan bo'ladi. Patologik spermatozoiddan embrion paydo bo'lishi mumkin va o'smaydi, rivojlanmaydi. Shu uchun qabulimda har bitta juftlikni birgalikda taklif etaman. To'liq tekshiruvlardan o'tkazib, muammoni bartaraf etib, qachon homiladorlikka ruxsat bersam, o'shandan keyin homilador bo'lishyapti va natijasi juda zo'r. Sog'lom farzandlar dunyoga kelyapti. Profilimda 10 dan ortiq homila nega rivojlanmaydi degan savollarga javob berganman. Profilimdagi videolarni ko'rishdan oldin sahifamga obuna bo'ling, meni kuzatib boring.